Mana hozir men 2026-yil mana hokimiyat binosi oldida turibman. Qaror so'rab 102 qildim. 102 xodimlari mana yaxshi ishlamay, Uchtepa 102 xodimlari kelmayapti. Mana 3-4 marta, 5 marta 102 qildim. Qarorni olishda menga amaliy yordam beringlar deb mana murojaat qilib, mana shu yerdan video qilyapman. Mana hali ham 102 kelgani yo'q. Boshqa murojaatlarda mana Chilonzor tumani, Sergeli tumani 102 qilsangiz xodimlar sekundda keladi. Murojaatingizni mirni joyida hal qiladi. Bu yerda 4,5 yildan beri meni murojaatim hech qachon hal bo'lmagan, hali ham bo'lmayapti. Bola zo'ravonlik oqibatida nogiron bo'lib qolgan, ikkinchi guruh nogironi belgilangan. Lekin bu ayblanuvchilar bu yerda komissiyada bir tomonlama ko'rilib, ularni bu yerdan himoya qilishgan. Kim himoya qilgan? Shuni bilish maqsadida qarordan nusxa so'rayapman. Na Uchtepa tergovchilari taqdim qila oladi, na hokimiyat vakillari. Mana hokimiyatdan so'radim, endi qarorni o'sha arxivdan topib berishlarini aytyaptilar. Endi bu yerga kim aybdor, kimni aybi bor, kim bu jinoyatni yashirgan? Oxirida bilamiz. Mana so'g' o'tib ketdi. 8dan beri men prokuraturaga bordim, prokuraturadan so'radim. Ayblanuvchilarni bittasiga ayb qo'yilib jinoyat sudiga chiqish to'g'risida sizga hujjat jo'natgan ekan desam, shaxsan o'zim prokuror bilan gaplashganimda prokuror aytdilarki, yo'q, bizga hali jo'natilgani yo'q, hali ham tergov harakatlari ketayotganligi to'g'risida menga hujjatni qo'limga berdilar. Uchtepa ROVD tergov darvozasi oldiga borib ariza qoldirish maqsadida murojaat qilganimda 10:31da o'sha arizalarni qabul qiluvchi xodim arizamni qabul qilmasligi, pechat bosmasligi to'g'risida rad qilib, unaqa qila olmasligini aytib, arizamni qabul qilmay, meni eshitmasdan ketib qoldi. Hamda Muhammadborov 2023-yildan beri o'g'limga zo'ravonlik oqibatida bo'lgan tergov harakatini olib boryapti. Nohaqlik bilan ayblanuvchiga 105-moddani birinchisini qo'yib, yana jinoyat alomatlari yo'q deb yopib qo'yapti. U bolani urib nogiron qiladi. Qanday jinoyat alomatlari bo'lmaydi? Bunga dalil isbot kerak. Dalil isbotlarni tergov ish hujjatlariga qo'shmagandan keyin albatta u rad bo'ladida. Ish hujjatlarida Jabborov Muhammadali tergov ish hujjatlarida ma'lumot kirityaptiki, Toshpo'latovni statsionarda davolanganlik to'g'risida hujjatlari yo'qligi aniq deb yolg'on ma'lumotlarni kirgizyapti ish hujjatiga. Men bu yoqni ham borib, klinikani borib 102 qilib, haqiqatdan ham o'sha yerda yotganligi to'g'risida hujjatidan o'sha statsionarda davolanib chiqqanligi to'g'risida hujjatlarini qo'limga tasdiq qilib oldim. Shundan ko'rinib turibdiki, Uchtepa tergovchilari mana 4,5 yildan beri o'sha ayblanuvchilarni bilmayman, kimdir qayerdadir ishlaydimi, 4,5 yildan beri jinoyat sudiga chiqarmasligi uchun bir-biriga sensatsiya qilib olib chiqishmayapti. Ras bularni tergov qilishga aqllari yetmasa, Toshkent shahar govidiga o'tkazib berishini so'rayman. Ekspertiza, komission ekspertiza tayinlanishini so'rayman. Hurmatli meni kuzatib turgan xalqim, sizlardan iltimos qilib so'rayman. Mana shu videoni kerakli tartibda tarqatishda yordam berishingizni iltimos qilib so'rab qolaman. Yana hurmatli prezidentim, muhtaram prezidentim, sizga ham bu murojaatim, iltimos ko'rib chiqing. Saida Mirziyoyeva, mana bolalarga zulm bo'ldi, mana o'zimga zulm bo'ldi, mana shu 4,5 yil ichida. Lekin 4,5 yil ichida
hech qanaqasiga mani hech kim eshitmayapti, na mahallada, na ROVDda, na prokuraturada, na boshqa joyda. Bizani kerak bo'lsa uylarimizdan haydab chiqarishdi. Har xil uyushtiruvlarni uyushtirib, lekin tasdig'ini topmadi. Men ham ona sifatida charchab ketdim. Uy egasi bilan hech qachon urushmaganmiz, janjal bo'lmagan. Uy egasiga ham shunaqa bosimli bo'lgandan keyin u rak kasali bo'lgani uchun men indamay ko'zimni yumib chiqib ketdim. Mana endi hozir mahalla yordam beramiz deb Tinchlikobod mahallasi endi meni bu yerda ro'yxatda yo'qligimni ro'kach qilib, hech qanaqasiga yordam bergisi kelmay, bizada ro'yxatda yo'q deyapti. Xo'p, men hozir ro'yxatda bo'lmasam 2022-yildan to 2025-yil oktyabrgacha ro'yxatda bo'lganman, o'sha mahallada yashaganman. O'sha davr uchun javobini bersin. Mahalla raisi, hokim vakillari, hokimiyat vakillari. Yana xotin-qizlar faoli. Bular qayerga qarayapti? Davlatimiz ularga oyligini vaqtida bersa, ish joyida turmaydi ular, xalqning muammosini umuman eshitmaydi. Necha marta murojaat qilgan bo'lsam, hamma murojaatlarimni rad qilib, siz kambag'al oilaga kirmaysiz, siz kam ta'minlangan oilaga kirmaysiz deydi. Meni hisob raqamimda hech qanaqa boyligim ham yo'q, uy joyim ham yo'q. Men qanaqa oilaga kiraman unda? Bolalar puli olmasam, moddiy yordam olmasam, qanaqa oilaga kiraman meni? Mana shuni keltirib beringlar, iltimos. Bularga mansabdor shaxslarga qonuniy chora ko'rib, xizmat tekshiruvi o'tkazishingizni so'rab qolaman, hurmatli prezidentim. Iltimos, men Toshpo'latova Nargiza Tinchlikobod mahallasidan murojaat qoldiryapman. 2026-yil 19-yanvar. Birdan 49 minut o'tganda mana hozir 4-5 marta 102 qildim. O'sha voyaga yetmaganlar bo'yicha ayblanuvchilari ko'rganlik to'g'risida qarordan nusxa so'rab murojaat qildim. Hamda Uchtepa tuman ROVD ariza murojaat bo'yicha ishlaydi. Xodimni ustidan murojaat qildim, arizamni qabul qilmadi. Tergovchi Muhammadali Jabborovdan arz qilib 102 qoldirdim, hujjatdan nusxa bermagani uchun. Shu murojaatlarimni hurmatli prezidentim Saida Mirziyoyeva zo'ravonlikka qarshi kurashib qancha odamlarni, ayollarni yonini olyapsiz. Iltimos, meni murojaatimni ham qonun doirasida ko'rib chiqib, mansabdor shaxslarga kerakli qonunda belgilangan, qonundan chiqmagan holda chora va jazosini berishingiz kerak bo'lsa, bunaqa odamlar ish lavozimiga umuman noloyiq. Bular menga shunaqa qilyapti. Menga o'xshagan nechta ayol, nechta erkakka shunaqa qilib kelyapti. Men bir narsaga hayron bo'laman-da, mana jamiyatda bitta nogironni bular ko'paytirib qo'ydi. Mana shu davlatga misol uchun moddiy yordam yoki bolalar puli so'rashimga, nogironlik pulini olishimga, mana shunaqa muhtoj bo'lishimga mana shu odamlar sabab bo'lyapti-ku. Mana shu insonlar oldini olganda mana shunaqa holat bo'lmasdi. Davlatdan pul ham so'ramasdi, bola nogiron ham bo'lmasdi. Bitta jamiyatda bitta nogiron bolani ko'payishida jinoyatchilari bular oldini olmayapti. Bular jinoyatchilarni naborot yonini olib, jinoyatchi bolalarni bular ko'paytiryapti. Yana boshqa videolari ham bor. U voyaga yetmagan bolalar ko'chada qanaqa xatti-harakatlar qilib, bolalarni cho'nchagidan pulini olib, zo'ravonlik qilib yurgan videolari ham bor. Men u videolarni ham keyin sekin ketma-ketlikda qo'yaman. Shu paytgacha biron marta ham 4,5 yildan beri ijtimoiy tarmoqqa chiqarmaganman. Oxiri chiqarishga majbur bo'ldim, chunki 2025-yilda men Hindistonga ketishim kerak edi. Mana shu o'g'limni davolatish maqsadida o'zimni hamkor birga ishlaydigan hindistonlik mutaxassislar bilan Hindistonga chiqib ketishim kerak edi.
o'zim hamshiralikda 2-kurs o'qiyman. Ketaman deb tursam, mana shu ichki ishlar xodimlari Uchtepa tumani nohaqlik bilan meni 161 bilan ayblab jarima qilib qo'ydi, ketolmadim. Mana hozirgi kunda ham mana shu zo'ravonlik oqibatida biza jabr ko'rgan bo'lsak, meni 990 ming pul bilan jarima qilib qo'ygan Uchtepa xodimi. Asossiz ravishda bir tomonlama menga xabar bermay. Shundan ko'rinib turibdiki, bular jinoyatchilarni ham zarari to'lattirmay, ham jinoyat ishini sudga chiqarmay, nabarot jabrlanuvchini aybdor qilib, yana onasini meni 990 ming jarima bilan imzoga kiritib, shu insofdanmi? Aytinglar, shu insofdanmi? Iltimos sizlardan murojaatlarimni tarqatishda yordam beringlar. Amaliy yordam beringlar, iltimos.